Bir kishi Qur'onni yodlay olmaydi ekan, lekin ko'p o'qiydi ekan. Kunlarning birida o'g'li: "Otajon, yodlay olmaganingizdan keyin o'qiganingizdan nima foyda?" deb savol beribdi. Otasi o'g'liga: "Mana bu ko'mir tashishga ajratilgan savatda suv olib kelsang, keyin aytib beraman" debdi. O'g'li: "Buni ilojisi yo'q" debdi. Otasi: "Sen harakat qilib ko'r" debdi. O'g'li savatni olib anhorga botirib, suvni olib otasini oldiga kelgunicha savat bo'shab qolibdi. O'g'li: "Foydasi yo'q" debdi. Otasi: "Sen harakat qilib ko'r" debdi. O'g'li 2, 3, 4, 5 harakat qilibdi, lekin suvni yetkazib kela olmasdan charchab, otasiga: "Ota, bu savatda suvni umuman olib kelishning ilojisi yo'q" debdi. Otasi: "Savatda biror o'zgarish sezdingmi?" deb o'g'lidan so'rabdi. Shunda o'g'li: "Ha otajon, ko'mirning ta'sirida savat qop-qora edi. Hozir esa suv sababli oppoq bo'lib qoldi" debdi. Shunda ota: "Ha o'g'lim, shunday. Dunyo ishlari ham qalblarimizni xuddi shu ko'mir kabi qop-qora qilib yuboradi. Qur'on esa anhor suviday, yodlay olmasang-da o'qiyversang, uni tozalab, yuvib turadi" deb javob bergan ekan. Har bir musulmon Qur'onni ko'proq o'qishga, yodlashga harakat qilish kerak. Alloh sizu bizni haq yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.